Siz men xohlagan hayot qilib bera olmayapsiz. Mehringiz, e'tiboringiz kamlik qilyapti. Ajrashamiz. To'ppa-to'g'ri ketish kerak bunaqa erkakdan. Hali bundan ham zo'r uchraydi. Ajrash qutulasan. Sen kuchli ayolsan, ko'chada qolmaysan. Ayb senda ham, menda ham bor. Xarakterlarimiz to'g'ri kelmayapti. Ajrashamiz. Sen ham erkakmisan? Bitta oilali eplolmaysan. Ajrashsang nima qilarding uylanib? Iloyim baxtsiz o'tib ketgan. Men endi o'zim idealimni topdim. Gap yo'q, sen bundan ham zo'riga loyiqsan. Mana endi haqiqiy baxtingni topding. Ani soteydan o'lsa o'liga ortu. Rozimisan? Roziman. Sen ham erkakmisan? Endi bu qizni xor qilmoqchimisan? Voy bittasi uylanayotganini qara. Voy, xunukligini yengi topgan qizini. Men adashgan ekanman. Biz umuman boshqa odamlar ekanmiz. Sog' bo'ling. To'g'ri qildi. Bu hayotga bir marta kelasan. O'zingga yoqqan odam bilan yasha. Haqiqiy baxtingni endi uchratasan. Gladisi karyera qilishdan to'xtama. Kutib qolmadingmi? Olib keldingizmi? Mana, sen yaxshi ko'rgan Mikko. Shunga bosh qorong'u bo'lib qolmanda. Ichur bemalol bu tabiiy-ku. O'g'il ekanmi, qizmi? Qiz. Yes! Sen ham erkakmisan? Bitta qizni baxtsiz qilib baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Fu, mana qizingdan qaytadi. Xotinini qara semizligini molga o'xshagan. Iloyim qiynalib tug'gan.